Assalomu alaykum aziz mehribon go'zallarim, omonmisiz? Yana sizlar bilan so'zlarda shifo Shahnoza. Azizlarim, go'zallarim, bugun men sizlarga eng ajoyib yangilik aytib bermoqchiman. Har doim sizlarga yangiliklar va mo'jizaviy ishlar haqida, mo'jizaviy suralar haqida gapirib berishga harakat qilaman. Albatta, bu haqiqat. Hech o'ylamay, hech ikkilanmay, mana shu meni aytganlarimni qilsangiz, hech vaqt kam bo'lmaysiz. Mehribon go'zallarim, aziz opa singillarim, aka, uka, mehribonlarim. Bilamiz, Qur'oni Karimda birinchi nozil bo'lgan sura bu Fotiha surasi. Barchamiz bilamiz. Fotiha surasini o'qishni ham bilamiz. Uning har bir oyatdagi har bir so'zlarini aytilishini ham bilamiz. Lekin buning ichidagi sir sanoatni hech birimiz bilmaymiz. Bilasizmi? Bu suraning ichidagi eng ajoyib mo'jizaviy sir sanoatdan biz bexabarmiz. Shunday ekan, azizlarim, keling, men sizlarga ozgina shu haqida tushuncha bersam. Fotiha surasini o'qigan vaqtingiz, uni his qilib, har bir so'zining ma'nosi bilan o'qiysiz va shunchalik o'qiysizki, Alloh bilan bir qadamda bo'lgandek, unga qarata so'zlayotgandek bo'lib o'qiysiz. Shunday ekan, bu surani qay vaqt, qachon o'qilishini ham aytib beraman. Har kuni bomdod namozidan keyin, ya'ni bomdod namozining 2 rakat sunnatini tugatganingizdan keyin joyingizdan turmasdan 41 marotaba bu Fotiha surasini o'qiladi. O'qib tugatganingizdan keyin hech qanday duo o'qilmaydi. Masalan, siz o'qib bo'ldingiz 41 marta. Menga bir mashina ber, Allohim, nasib aylagin. Menga yo katta bir do'kon nasib aylagin deysiz. Albatta, bu ijobat bo'ladi. Lekin faqatgina sizga bir do'kon yo bo'lmasam bir mashina ijobat bo'ladi. Bilasiz, yagona Alloh barcha narsani bilguvchi. Sizga qanday muammo bor, qanday yecha olmaydigan muammoyingiz, dardingiz bor, buning barchasiga faqat Alloh yechim topa oladi. Shunday ekan, siz hech narsa so'ramay, faqatgina 41 marta o Fotiha surasini o'qiysiz, tugatib turib 2 rakat farzni o'qiysiz. Bomdod namozining 2 rakat farzini. Har doimgidek duo o'qib turasiz. Shunday ekan, azizlarim, mana shu aytganlarimni qilsangiz, kutmang. Siz faqatgina Allohga topshiring. Shunchalik yechim topiladi. Qarzingiz bormi? Baxtsizmisiz? Va biron muammoyingiz bormi? Buning sizning qalbingizdagi nimaiki dardingiz bor, buni yagona Alloh biladi. Men va boshqalar bilmaymiz. Shunday ekan, harakat qiling o'qishlikda va barchangizga omad tilab qolaman. Like bosib, obuna bo'lib qolishni unutmang.